nafaqat biz masalan talabalarga masalan bilim beramiz, unga fikrlash tarzini o'zgartirishga, rivojlantirishga. Chunki biz tushunib yetyapmiz hozir bilimlar tez o'zgaryapti. Ya'ni talaba bitirguncha marketing bo'yicha bilimlar eskirib qolishi mumkin. Marketingcha fikrlashini rivojlantirishga harakat qilamiz. O'shanda bu butun umr unga bilan bo'ladi. Mening ismim Rasul Abdurashidov. Profi universitetining iqtisodiyot kafedrasida marketing bo'yicha o'qituvchiman. Marketingda amaliy 20 yillik tajribaga egaman. Uzbek Invest sug'urta korxonalarida, Kafolat sug'urta korxonasida, Ipak Yo'li bankida, Asaka bankda o'sha marketing bo'yicha ishlab kelganman. Jahon bankini Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatlarida ayol tadbirkorlarni o'qitish bo'yicha loyiha bo'ldi. Shu loyihaga meni chaqirishganda trener sifatida qatnashganimda menga dars berish jarayoni yoqdi. Chunki dars berish jarayonida shuni tushundimki, qiyin narsalarni, qiyin marketinglarni oson tushuntira olayotganman va odamlarda o'zgarish bo'lishini bilish bu menga juda yoqimli bo'ldi va bunga yoqqandan keyin shu o'qituvchilik, treninglik sohasiga o'tishga qaror qabul qildim. Butik ko'p domlalar amaliy tajribaga ega bo'lgan domlalar. Ya'ni masalan bizning kafedramiz bor. Haqiqatda bosh buxgalter bo'lib kelgan 15 yildan keyin hozir kelib dars beryapti. Mana masalan men ham 20 yil amaliy marketing menejer bo'lib ishlaganman. Marketing direktor, marketing menejer, marketing analitik lavozimlarda ko'p yillardan beri ishlab kelib, hozir dars beryapman. Ya'ni baribir amaliyotchi dars berishi boshqacha bo'ladi. Yana bitta xususiyati bor. Bu yerda qog'ozbozlik kamroq. Domla nuqtalaridan, o'qituvchilik nuqtalaridan qaraganda boshqa universitetga nisbatan qog'ozbozlik kamroq ekan. Ko'p narsalar avtomatlashtirilgan, onlayn shaklda bo'ladi. Qog'ozbozlik deyarli kam. Profi universitetda yaxshi xususiyati yaxshi talabalarni tanlab olish. Ya'ni marketing orqalimi, PR orqalimi qanaqadir jalb qilayotganda haqiqatda amaliyotda yaxshi bilimga ega bo'lmoqchi bo'lgan yaxshi talabalar tanlab olinadi. Ular bilan gaplashsangiz, o'zini fikriga ega bo'lishi va amaliy vazifalar bersangiz qilib kelishi juda yaxshi. Va profi universitet talaba bilan ishlash yoki ularga dars berish menga juda yoqadi.